meni jinnixonaga tushishim hayotda oddiy bir shaxsiy hayotdagi nosozliklardan bo'lganda milisalar bilan gaplashib, meni uyimga shoirlar ko'p kelardi-da, to'xtovsiz kelardi. Abdulla Oriplar ham borgan uyimda o'tirgan, Rauf Parpilar ham she'r o'qirdi. Juda ko'pchilik borib, ertalabgacha she'r o'qirdi-da, 70-yillar avlodi. Keyin mahalla qo'mitasi, boshqalar hammasi organ xodimlari bilan gaplashib, boshqa qilib, xotin bilan oramizda aloqa yaxshi bo'lmay, boshqa bo'lib yurgan paytdan foydalanib, olib borib mahallani tinchini buzyapsiz, hadirada she'r o'qiyapti hamma deb men aytganman. Inson she'r o'qilgan xonadonlar juda qutlug' muqaddas deyilgan qadimda. Nimasi yomon bu she'r o'qigan bo'lsa shoirlar? Yo, eshigingiz hech ham yopilmaydi. Kecha-yu kunduz ertalabgacha shoirlar keladi, ertalabgacha shoirlar ketadi. Bu qanaqasi bu deb nima qilganda keyin olib borib 15 sutkaga tashlaymiz deb turib olib borishib, u yerda xotin keyin milisalar bilan gaplashib, bu odam she'r yozadi. She'r yozgan odam sog' odam bo'lmaydi, jinni bo'ladi deb jinnixonaga olib borib qo'yib qo'yamiz deb kelishgan va ular rozi bo'lgan. Bitta milisa kelib, men bilan organ xodimi kelib, sizni jinnixonaga olib boramiz deb. Voy, men soppa-sog' bo'lsam qanaqa jinnixonaga olib borasizlar? Yo, olib borishadi, agar sog' bo'lsangiz qaytarib chiqarib yuboradi. Tavba qildim. Keyin men milisaxon bo'lmasa shu yerda qolasiz dedi endi. Aholini tinchini buzgan odam sifatida hech kimim yo'q mening endi yordam beradigan. Keyin borib ular xotin kirib chiqib, rahbarlari bilan gaplashib, Chuqursoydagi jinnixonani pul berganmi, boshqa qilganmi, tanish bilishchilik qilib, korrupsiya qilib, yaxshi joyda dam olib chiqib ketasiz, tuzalib qolasiz deb jinnilarni ichiga qo'shib qo'yganda gap xullas. Jinnilar nima ish qiladigan bo'lsa endi aytmay qo'ya qolay. Agar mumkin bo'lsa o'sha necha kun bo'lgansiz, qanaqa shaklda bo'lgan? Menga o'zi o'sha jarayon qiziqadi. Kerakmi? Agar mumkin bo'lsa. Kerak bo'lsa pasportimni olib borib